Yoz kunlari issiq bo'lishi tabiiy, lekin harorat juda yuqori bo'lsa, bu sog'liq uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklariga chalinganlar, keksa yoshdagilar, homilador ayollar va yosh bolalar bunday havoga nisbatan sezuvchan bo'lib, ularda issiqlik natijasida sog'liq bilan bog'liq muammolar tez-tez uchrab turadi. Inson tana haroratining 37 darajadan oshishi yoki 38,8 darajagacha ko'tarilishi organizm faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlarda tananing qizarishi, kuchli chanqoq, havo yetishmovchiligi, hatto hushdan ketish va yurak faoliyatining to'xtab qolish xavfi yuzaga keladi. Xo'sh, bunday issiqdan qanday himoyalanish mumkin? Tana haroratini qanday muvozanatda ushlash, nima yeyish va nima kiyish kerak? Birinchi navbatda uyda sovutish uskunalarini tekshirib chiqish lozim. Konditsioner, ventilyator yoki boshqa sovutgichlarning sozligiga ishonch hosil qilish kerak. Ularning sozligi va tozaligi ta'minlansa, uy ichidagi havo aylanishi yaxshilanadi. Agar bunday uskunalar mavjud bo'lmasa, xona, deraza va eshiklarini to'g'ri ochib berkitib turish, quyosh nurini qaytaradigan oq mato yoki qalin parda osish orqali xona ichini salqin saqlash mumkin. Ayniqsa quyosh to'g'ridan-to'g'ri uyga tushayotgan paytda derazalarni yopib qo'yish foyda beradi. Issiqda inson tanasi ko'p terlaydi. Bu esa suyuqlik yo'qotilishiga olib keladi. Shuning uchun kun davomida chanqoq sezilmasa ham yetarlicha miqdorda suv ichib turish zarur. Muzdek suvdan ko'ra xona haroratidagi oddiy suv foydaliroq. Ba'zida suvga bir tomchi limon sharbati yoki bir chimdim tuz qo'shib ichish organizmning mineral muvozanatini tiklashga yordam beradi. Kiyim tanlashda ham to'g'ri yondashuv talab etiladi. Issiq kunlarda yengil, keng, och rangli va havo o'tkazadigan kiyimlar kiyish lozim. Paxta yoki linalik matolar terining nafas olishini ta'minlaydi va tana haroratini me'yorda ushlab turadi. Bosh kiyim, shlyapa, kepka yoki ro'mol jazirama quyoshdan eng oddiy ammo samarali himoyadir. Issiq kunlarda ovqatlanishga ham alohida e'tibor berish kerak. Qovurilgan, yog'li, og'ir ovqatlar tanani ko'proq qiynaydi va issiqlikka chidamsizlikni oshiradi. Ularning o'rniga tarvuz, qovun, bodring, pomidor, ko'katlar kabi yengil va suvga boy mahsulotlar iste'mol qilish foydaliroq. Ular tanani tetiklashtiradi va suvsizlanishning oldini oladi. Tashqariga chiqish kerak bo'lsa, ayniqsa quyoshdan eng qizigan paytlarda 12:00 dan 16:00 gacha bo'lgan vaqtda ko'chaga chiqmaslik tavsiya etiladi. Agar chiqishingiz zarur bo'lsa, bosh kiyim, kepka, shlyapa yoki panama kiygan holda va soyali yo'llardan yurish maqsadga muvofiqdir. Issiq havoda badan sovimasligi va terlamasligi natijasida issiqlik tanada to'planadi. Bu esa issiqlik urushi xavfini oshiradi. Shuning uchun iloji boricha harakatni sekin bajaring va soyada bo'lishga harakat qiling. Shuningdek, tananing gigiyenasiga e'tibor qaratish kerak. Kun davomida bir necha bor yuvinish foydali, lekin buni sovuq suv bilan emas, xona haroratidagi suv bilan amalga oshirish tavsiya etiladi. Sovuq suv bilan to'satdan yuvinish tana haroratining keskin o'zgarishiga sabab bo'lib, shamollash yoki pnevmoniyaga olib kelishi mumkin. Ertalab va kechqurun yengil jismoniy mashqlar bilan tanani harakatga keltirish qon aylanishini faollashtiradi va yurak faoliyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Agar o'zingizda quyosh urishining belgilarini, bosh og'rig'i, holsizlik, ko'p terlamaslik, badanning qizib ketishi, ko'ngil aynishi kabi holatlarni sezsangiz, darhol soyali joyga o'ting. Tana haroratini pasaytirishga harakat qiling va ko'p miqdorda suv iching. Zarurat bo'lsa, shifokorga murojaat qiling.